Aynan shu xatoni ko'pchilik yangi balıqchilar, balık ishqibozlari zomagazindan yangi akvarium olishadi. Yangi akvariumda, yangi filtrda, yangi filtrlangan toza suvdan pishiradi. Hech qanaqa biologiya yo'q. Zomagazindan olingan balıqlar esa shunchaki bir haftadan keyin o'lishadi. Assalomu alaykum do'stlar. Sayfish kanalining a'zolari. Mana bu michinoz baliqlarni hozir boshqa akvariumga ko'chirishni rejalashtirganman. Mana shu akvariumga ko'chirmoqchiman. Bu akvariumning suvi toza, filtrlangan suvdan solingan. Lekin bu akvariumga men baliqlarni hozir ko'chirmayman. Agar hozir ko'chirsam, bu katta xato bo'ladi, chunki baliqlarim o'ladi. Unda nima qilish kerak degan savolingiz o'rinli. Mana shu krujkada, mana shu akvariumdan suv oldimda, hozir yangi akvariumdagi suvga qo'shaman. Mana qo'shdim va bu ishni 4 kun, 5 kun bajaraman. Nima uchunligini hozir aytaman. Do'stlar, bu akvariumda biologiyasi bor. Biologiya degani mana shu suvda mikroorganizmlar yashaydi va bu baliqning hayoti uchun juda muhim. U yangi akvariumda esa prosta vodoprovodning suvi filtrlangan holatda olinganda qo'shilgan. Unda hech qanaqa biologiya yo'q. Bu biologiyani tashkil qilish uchun bu akvariumdagi suvdan mana bu krujka orqali 4 kun, 5 kun suv qo'shaman va u yerda ham bu akvariumdagi aynan biologiya paydo bo'ladi. Sekin-sekinlik bilan keyin u akvariumda ham xuddi shu biologiya paydo bo'ladi-da, bu akvariumdagi baliqlarni sekin u yoqqa qo'shvorsa bo'ladi. Qo'shishda ham qanday qo'shiladi? Bu yerdagi konteynerdan suv olinadi, baliqlar ushlanadi konteynerga. U akvariumga yetganda, u akvariumdagi suvdan ham sekinlik bilan qo'shiladi va qo'shilganda temperaturalari suvni va undagi biologiya baribir 100% bu biologiyaga o'xshamaydi, lekin bu yerdagi biologiya unda mavjud bo'ladi. O'shanda bu michinozlar u yoqqa ko'nikishi juda ham oson bo'ladi va hech qanaqa kasalsiz siz ko'chirasiz. Aynan shu xatoni ko'pchilik yangi baliqchilar, baliq ishqibozlari zomagazindan yangi akvarium olishadi-da, yangi akvariumda, yangi filtrda, yangi filtrlangan toza suvdan qo'shishadi. Unda hech qanaqa biologiya yo'q. Zomagazindan olingan baliqlar esa shunchaki bir haftadan keyin o'lishadi. Shu xatoni ko'pchilik yangi baliq ishqibozlari qilganligi uchun keyin yo'q, baliqchilikni men eplolmadim deganday qaytib hammasini yig'ishtirib akvariumni sotib o'rishadi. Shu xatoni qilmang do'stlar. Agar bu maslahatim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarmanglar. Salomat bo'linglar.